Doktor, chaqaloq qachondan boshlab normada bo'ynini o'zi tuta boshlaydi, deb savol yo'llaganlar. Chaqaloqni bo'yin mushaklari tug'ilganida nozik bo'ladi. Shuning uchun u boshini o'zi ko'tara olmaydi. Bu ishni uni o'ziga biz ko'targan paytimizda boshini ko'tarishga undab qo'ymasligimiz kerak. Bunda umurtqa pog'onasining bo'yin qismi zararlanib qo'yishi mumkin, sinishi mumkin yoki tomirlari cho'zilishi mumkin. Endi demak buni ko'pchilik biladi, yosh ota-onalar ko'targan paytida ham, shuning uchun bolani boshi bilan birgalikda bo'ynini orqasidan mana bu qo'limizni kaftdek qilib ko'taramiz. Bola normada sog'lom bo'lib o'sib kelayotgan bo'lsa, 1,5-2 oyliklarida o'zi mustaqil bo'ynini sekin qimirlata boshlaydi, ko'tarishga harakat qiladi. Va patologiya bo'lmasdan, xavfli bo'lmay, bo'ldi endi o'zi ko'tarib biladi bo'ynini, qo'rqmasa ham bo'laveradi deydigan vaziyat 3-4 oyliklarida amalga oshadi. Demak, 1,5-2 oyliklarida asosan bu bola boshini qimirlatib, o'zi ko'tarishga harakat qilib, sal qo'lingizni qo'yib yuborsangiz, mana bunaqa o'ynatib yuborib turadigan vaziyati bo'ladi, ammo to'liq hali mushaklari fiksatsiya bo'lib, mustahkam boshini ushlaydigan kuchga ega bo'lmaydi bo'yin mushaklari. Shuning uchun bolani 3 oyligigacha iloji boricha ko'targan paytingizda bo'yinlarini mahkam birga ko'tarib ushlab, unga yordamlashing. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.